Assalomu alaykum. Bizani kuzatayotganlar, xormanglar, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Mana bizni Yunusobod rayoni Hasanboy mahallasiga keldik. Mamlaqa kottejlar tushgan xonadonga bizani chaqirishdi. Bitta gaz plita o'rnatib, bu yoqdan kirib kelish kerak ekan. Bu kuxnyaga, keyin bu sokul orqali ketib, bu yoqda bir dona gaz plitamiz bor. Gaz plitaga bitta kranni qo'yib, podvolga tushib ketamiz. Podvolda hozir mana ko'rsataman sizlarga, kotelni yig'ib qo'yilgan. Burchakdan turbamiz tushib kelsa, mana kotellarimizni yig'ib qo'yilgan. Mana masjidga bitta nakapitelni yasab, masjid kotelimizga bitta kranni chiqarib beramiz. Xudo xolisa. Kuzatib borasizlar. Bitgan jarayonni qo'yaman, o'zingizlar baho berib qo'yasizlar, aziz kuzatuvchilar. Mana ishdan keyin holat, aziz kuzatuvchilar. Bu yoqqa shotchi uстановка qildi, filtr, shotchini o'zi. Shunaqa qilib shotchi uстановка qildi, yashillarni qo'ydi. Endi xonadonimizni ko'rsatsin. Mana sizlarga aytayotgan kechagi joyim. Bismillah. Mana turib o'sha shotchidan o'tib, kirib, bu yoqqa kelyapti. Mana bu yoqqa bitta kranni qo'yildi. Gaz plitaga. Keyin bu yoqdan chiqib turib, teshuvdan yuvlarni mana sokulni ustidan olib ketdi. Mana bu yoqqa kelganda sal devorimiz bu yoqroq ekan, o'shani hisobiga Z atot yasalib 90 orqali kirib ketdi. Bu yoqqa 90 mark qildi. Mana bu kuxnyamizni sizlarga ko'rsatayotgan joyim. Mana o'sha Zdan o'tib kelgan holati. Bu bitta dona gaz plitaga mana bu yoqqa kotelliga tushib ketgan. Bu kuxnyning mebellar tagida ko'rinmaydi o'sha. Chunki kuxnyning mebellar orqasida qoladi. Hozirga mana ko'piylar tekshirdik o'zi. Gazlar o'zi bor ulangan holati. Endi mana kotelning ko'rsatamiz hozir sizlarga. Bu yoqdan turib tushib keldi. Voy kuxnya deydi teshuvda. Mana bu yoqqa tushib turib, mana shu devor bo'ylab patolondan past bo'ldi. Patolonning ichiga turbani qo'yish mumkin emas, sababi bu texnik narushение bo'lib qoladi. Mana bu yoqdan tushib, bu yoqqa bitta kranni qo'ydi. Keyin mana kotelniga qo'ygan nakapitelni yuzi. Kotelni yuzi mana. Yerdaga gaz pasayganda bu moslama mashkatimizni yon berishiga yordam beradi. Aziz kuzatuvchilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.